Bugun filial ochish hamda uni sozlamalarni ko'rib chiqamiz. Demak, yangi shoxobcha qo'shni bosamiz. Shoxobcha nomini kirgizamiz. Misol uchun, biz Qo'qonboy bo'lsa, Qo'qonboydagi shoxobcha bo'ladi. Viloyat. O'zingizni viloyatingizni tanlaysiz. Undan keyin tumaningizni tanlaysiz. Ko'prik tumani. Manzil. Bizniki Bog'i Bo'ston. Tasdiqlashni bosamiz. Demak, yangi tashkilot qo'shildi. Tashkilotni ko'rishlik uchun, shoxobchani ko'rishlik uchun tashkilot ustiga bosiladi. Mana shoxobcha chiqdi. Shoxobchani bosilsa, demak, shoxobchadagi xodimlar hamda ombordagi mavjud buyumlar ko'rinadi. Demak, uni yonidagi 3 ta nuqtaga bosilsa, bunda ham sozlamalarni ko'rib chiqamiz. Demak, birinchisi to'lovni tasdiqlash. Bu nima degani? Demak, siz xodim qo'shdingiz, buyum qo'shdingiz. U xodimingiz qanaqadir buyumni ijaraga beradi hamda ijara vaqti tugagandan keyin pul oladi. Mana shu pulni qancha pul oldi, kimdan pul oldi, shular ro'yxati chiqadi bu yerda bosilsa. Hozircha bu avtomatik o'chiq bo'ladi. Sabab bitta odam o'zi ishlasa, uni tasdiqlash shart bo'lmaydi, o'ziga o'zi tasdiqlash. Shuning uchun avtomatik o'chiq turadi. Buni yoqib olish kerak. Uni ham ko'rib chiqamiz hozir. Mana shu yerda shu ro'yxat chiqib turadi. O'zingiz xodimingizdan bitta-bitta ro'yxat bo'yicha pulni qabul qilib olasiz. Ikkinchisi yangi xodim qo'shish. Buni bosilsa, demak, ism, familiyasi, telefon raqamidan bosilinadi. Hozir buni alohida ko'rib chiqamiz. Buyum qo'shish, bu yerda ham buyum nomini, buyumning umumiy soni hamda ijara narxini yoziladi. Hop. Keyin planni o'zgartirish. Mana bepul plan ko'rinib turibdi hozir bizda. Bu 2 hafta davom etadi. To'liq hamma narsaga kirishga ruxsat bor. Ishchilaringizdan, xodimlaringizdan hamma narsaga kirishga imkoniyati bo'ladi. Lekin 2 haftadan keyin bu to'xtaydi hamda to'liq yoki muzlatilgandan birini tanlashingiz kerak bo'ladi. Demak, to'liq planimiz narxi 130 ming so'm 1 oyga. Har oy to'lov qilish kerak har bitta shoxobcha uchun. Muzlatilgan. Muzlatilganda nima bo'ladi? Muzlatilgan narxi 1 oylik narxi 65 ming so'm. Muzlatilganda misol qish paytida ish to'xtab qolgan paytda shu muzlatilgan qo'yib qo'yilsa bo'ladi. Eski qarzi bor xodim nimalarda klientlaringizdan o'sha olingan narsalarni to'xtatish, tugatish mumkin. Lekin yangi ijaraga narsa qo'shib bo'lmay qoladi. Hop. Bu yerdan qaysi biri mos kelsa tanlash mumkin. Hop, tanlanganda eski oy to'lmagan bo'lsa, uni puli qaytarilmaydi. Shuni e'tiborga olasizlar. Hop, keyingisi shoxobchani tahrirlash. Bunda ham demak, shoxobchani ismini tasdiqlab, nima qilishimiz, o'zgartirishimiz mumkin, tahrirlashimiz mumkin. Viloyatni, tumanni, manzilni yozish mumkin. Hamda mana bu boshlanish vaqti hamda tugash vaqti degan narsamiz bor. Boshlanish vaqti nima degani? Demak, hisob kitob qilyap turganda sizga klientingiz narsa olib ketdi, bugun olib ketdi narsa, ertaga soat 9 gacha olib kelib bersa, yangi kunga qo'shilmaydi. Ya'ni yangi kunning boshlanish vaqti bu. Agar 9 dan keyinga olib kelinsa, yana yangi kunga ham hisob kitob boshlanadi. Demak, 2 kunga to'lov qilish kerak bo'ladi. Hop, tugash vaqti. Tugash vaqti endi bu qachon kerak bo'ladi tugash vaqti? Tugash vaqti shuki, kunni tugash vaqti bu misol uchun bir klient kelib 8 dan keyin, 6 dan keyin, bitta 6 gacha 6 dan keyin agar narsa olsa, o'sha kunga pul hisob qilinmaydi. Ertangi kuni 9 dan keyin hisob kitob qilishni boshlaydi. Ertangi kun ham to'liq 8 gacha, demak 6 gacha bo'lsa, o'sha bir kun hisoblanadi. Kunni tugash vaqti hisoblanadi. Buni o'zgartirishlari ham mumkin. Xohlagan soatni yozish mumkin bu yerda. Hop, demak 6 dan 9 gacha vaqt qo'yib qo'yilgan bu yerda. Bu yerda 21 gacha. Minutlarni bu yerda tanlash mumkin. Soatga qarab shu narsa chiqaveradi. 6 dan qo'yish mumkin, 7 dan,
yangi kunda boshlanishi. Tugashi ham xuddi shunaqa. Xohlagan vaqt tanlash mumkin. Avtomatik 9 dan 6 gacha chiqadi. Xo'p, to'lovni tasdiqlash holati yuqorida aytib o'tganimiz, demak, agar bir o'zingiz ishlasangiz bu o'zingizga o'zingiz pul olganingizni tasdiqlash shart emas. Agar xodim ishlatsangiz, demak, xodim sizga olgan pullarini to'lashligi uchun mana shuni yoqib qo'yiladi. Yoqilgan holatda unda o'sha har bitta olgan pulini ro'yxati chiqib turadi. O'sha tasdiqlash qismida uni ko'rish mumkin. Xo'p, shoxobchani o'chirish oxirgisi, demak, agar xodim ishlab turgan aktiv ijarada narsangiz bo'lmasa, o'chirsa bo'ladi. Agar aktiv ishlab turgan bo'lsa, o'chirib bo'lmaydi.